Ikki xonali xonadonimiz sotuvga chiqdi. Yangi remontdan chiqqan yangi proyektimiz. Mehki zonasini qarang, oppoqqina. Mana bu dekorlariga o'zingiz e'tibor qo'yasizlar. Juda ham sifatli remontda bitgan. Stol zona. Mana bu yoqda televizor zonasi, konditsionerlarigacha tayyor turibdi. Xonadonimiz 2 xona 3 xona qilingan. Oshxonani o'rni bitta detskiy xona sifatida foydalanishga qoldirilgan. Bunda ham hamma sharoitlari tayyor turibdi. Va balkonimizda 1,5 ga 3 o'lchamda mana bunaqa radiojon eshiklar bilan ajratilib, oshxona mebellari chiroyli qilib o'rnatib qo'yilgan. Agar bu xonadonni ijaraga berib qo'yadigan bo'lsangiz, 600-700 dollar atrofida bemalol topshirib qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu joyimizda asosiy yotoqxona bo'ladi. Mehki do'qspanlilarni qarang, qanaqa chiroyli turibdi. Bunda ham hamma sharoiti bor va hamma xonalarda mana bunaqa o'zining elektronik cho'qli pollari mavjud. Hop, koridorimiz tashqariga chiqish asosiy eshigimiz, kirishimiz bilan o'ng qo'lda yuvinish xonasi. Yuvinish xonasida ham steralkalargacha tayyor o'rnatilgan turibdi. Va bu yoqda esa hojatxonani ko'rishingiz mumkin. Xullas kalom, mana shu xonadonimizda sotilyapti. Chilonzor 21-kvartal Uchtepa hokimiyatining o'zida joylashgan 4 qavatli binoning 2-qavatida 48 kvadrat metr. 75,5 ming AQSh dollari so'ralyapti. Kelishadigan joylar bor. Mana bu joyda nomer qoldiraman. Batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.